Ey hayotning guli bo'lgan ayol, shuni bilginki, kishining iqtidor kuchi haqiqiy kuchlik bo'lsa, turlik hadislar ichidan tasodifiy omad ilib keladigan narsalarni bayqab, uni ching tutib, uningdan foydalana oladi. Iqtidori tuvan bo'lsa, omad yanada tursimi, uni ko'rmay o'tib ketadi. Iqtidor odamning bilimi bilan aql, idrokning ijtimoiy amaliyotdagi universal ifodalanishi. Omad bilan iqtidorning munosabatida hammadan muhim o'rinda turdig'ini odamning iqtidoridir. Biz har qaysi saflarda va o'xshash bo'lmagan saflarda ijtimoiy amaliyot jarayonida jafoga chidab, tirishib, ilm, fan o'rganish orqali o'zimizning iqtidorini o'stirsak, har xil omadlar ko'z oldimizdan o'tib ketolmaydi. Erishadigan natijalarimizmi ko'p bo'ladi.